Mavzu: algoritmlar tahlili. Reja. Birinchi rejamiz algoritm tahlilining mazmuni. Ikkinchi rejamiz samaradorlik tushunchasi. Uchinchi rejamiz vaqt murakkabligi. To'rtinchi reja xotira murakkabligi. Beshinchi reja Big O notatsiyasi. 6. Asosiy murakkablik turlari. 7. Chiziqli qidiruv va ikkilik qidiruv. 8. Algoritm tahlilining amaliy bosqichlari. 9. Xulosa. Algoritm tahlilining mazmuni. Nima? Algoritm tahlili algoritmning qanchalik tez va samarali ishlashini baholash jarayoni. Maqsad: katta ma'lumot hajmida algoritm qanday ishlashini bilish, eng yaxshi yechimni tanlash, resurslarni, vaqt, xotirani tejash. Samaradorlik tushunchasi. Algoritm samaradorligi ikki asosiy ko'rsatkichga ega: vaqt samaradorligi, bajarilish tezligi, xotira samaradorligi, ishlatilgan xotira miqdori. Samarador algoritm tez va kam xotira ishlatadigan algoritm hisoblanadi. Vaqt murakkabligi algoritmdagi operatsiyalar soni, kirish, ma'lumotlar soniga qarab o'zgaradi. Vaqt murakkabligi eng yaxshi holat, o'rtacha holat va eng yomon holatga bo'linadi. Eng ko'p ishlatiladigan baholash bu eng yomon holat hisoblanadi. Xotira murakkabligi nima? Algoritm qo'shimcha xotira ishlatadimi? Misollar: Bobel sort qo'shimcha xotira kerak emas, Merge sort qo'shimcha massiv kerak. Murakkablik turlari. Murakkablik. Misol: indeks bo'yicha elementlar olishda juda tez chiziqli qidiruv, har elementni ko'rish, ichma-ich sikllar, sekin ikkilik qidiruv, tez Merge sort, optimal saralash, to'plam kombinatsiyalar juda sekin. Misol: chiziqli qidiruv, har element ketma-ket tekshiriladi. Murakkablik. Ikkilik qidiruv, ma'lumotlar oldindan saralangan bo'lishi shart. Har qadamda massivning yarmini tashlaydi. Murakkablik juda samarali algoritm. Algoritm tahlilining bosqichlari, ya'ni amaliy bosqichlari. Kirish. Ma'lumotlari hajmini aniqlash. Asosiy operatsiyalarni tanlash. Operatsiyalar sonini chiqarish. Eng yomon holatni baholash. Bek murakkabligini yozish va natijalarni taqqoslash. Xulosa. Bu mavzudan xulosa qilishimiz shundaki, algoritm tahlili dasturchi uchun eng muhim yo'nalish